И первым на ринг, синий угол, добро пожаловать, Ko'kburchakka Farg'ona vakili Javlonbek Qodirov. Demak, В красный угол приглашается его соперник Bekobod vakili Akobir Mingboyev. uning raqibi Toshkent viloyatidan, Bekoboddan Akobir Mingboyev. Akobir Mingboyev ham o'z debyutini o'tkazish uchun ringga chiqib kelmoqda. Официальное представление боксеров. Первый боксер синий угол, Ko'kburchak. Ему 20 лет. Его рост 1,77 сантиметра, вес плюс 90 килограмм ровно. Он кандидат в мастера спорта по боксу, представляет боссом Kirgili Farg'ona Round King Javlonbek Qodirov. Его соперник, raqibi Qizilburchak. Ему 21, его рост 1,85 сантиметра, вес плюс 90 килограмм ровно. Он мастер спорта по боксу, представляет школу бокса Ташкентская область, Bekobod Abosh Akobir Mingboyev. Akobir Mingboyev Qizilburchakda, Javlonbek Qodirov Ko'kburchakda jang olib borishadi. Super og'ir vazn toifasi. Jang boshlandi. Bo'y borasida farq bor. Akobir Mingboyev balandroq. Ko'ramiz qanchalik foydalana oladi mana shu bo'y borasidagi farqdan. Jab. Uncha faol foydalanyapti mana shu o'ng qo'l jablaridan. Ikkisi ham chapaqa, endi bu yerda teng holat. Bu borada qarqalay turish holatini o'zgartiryapti. Xuddi hozir o'ng qo'l yon taraflama zarba va jigariga ham ikkita zarba yo'llashga erishmoqda. O'ng qo'l, chap qo'l, o'ng qo'l. Yana zarba va knockdown holati. Hisob ochilyapti.
Jangni kuzatishda davom etamiz. Hali vaqt yetarli darajada 2 daqiqa bor. Yana jigariga juda kuchli zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda va yana bir bor hisob ochilyapti. Og'riqli bo'ladi. Aperkot zarbasi to'g'ri borib mo'ljalga tushdi. Yana zarba, ikkinchisi o'sha nuqtaga tinmasdan yo'llayapti zarbani. Jangni tezroq yakuniga yetkazishga va atayin hozir boshini pastroq egmoqda Qodirov. Krosslarga tayamdi, lekin o'tib qolsa mana shu krosslardan biri bu ham xavfli. Chunki jon jahdi bilan yo'llayapti, ammo bilyapti Akyobar Mingboyev bu vaziyatda qanday zarba yo'llash kerak ekanligini. Va turish holatini o'zgartirmoqda bu pallada. Qorniga yana ikkita zarba. O'tkazmaslikka harakat qilyapti mana shu jigariga zarbani va javob qaytarish ilinjida o'ng qo'l krossini otyapti. Burchakdan turib. Qodirov Japotda so'nggi soniyalar o'tib boryapti dastlabki raundda. O'ng qo'l mana shu krossi. Nimaga tayanib jang olib borayotganligi tushunarli. Ikkita knockdownga uchragan bo'lsa-da. Ikkinchi raund. Tashlanyapti krosslar bilan. Farg'ona viloyati vakili Qodirov jigariga ham zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi va ancha jonlanyapti ikkinchi raundga kelib. Ammo Akyobar Mingboyev yaxshi zarba yo'lladi. Raqib qorniga. Va birinchi raunddagidek faol emas endi. Balki Qodirovning rejasi ham mana shudir. Raqibni mana shturmga o'tishga majbur qilgan holda biroz toliqtirib, mana endi ke deyapti. O'zgartiryapman deyapti jang ritmini, yo'nalishini. Yana bir zarba o'tyapti qisqa masofada o'ng qo'lda qorniga. Va raqib zarbalardan ham yaxshi chap beryapti. Ammo qanday holatda? Yo'q, qanday kross. Yana bir kross otyapti.
tayyor o'ng qo'li, chapaqay turish holatiga o'tib olgan. Atayin chap qo'lni otyapti-yu. O'z zarbasidan o'zi og'ib ketyapti. So'nggi daqiqa boshlandi. Qorniga zarba kuchli anchagina. Mana shu o'ng qo'l krosslar xavfli. Chap qo'l tegib qolsa-mi, juda og'ir zarba bo'ladi. O'zini charchaganga solyapti, lekin zarbasi mana endi o'tdi zarba o'tdi. Boshiga zarba o'tyapti va jon saqlashga majbur Qodirov bunday vaziyatda. Kabir Mingboyev esa hujumga tashlanmoqda. Yana bir zarba qarama-qarshi o'tkazib yubordi Qodirov. Ammo ortga qadam tashlash yo'q. Ikkinchi raund ham yakuniga yetdi. Raund so'ngida ikkita kuchli zarba qabul qilib oldi. Bu vazn toifasidagi har bir zarba o'ziga xos kuchga ega baribir. Juda xavfli krosslar, ha? Seconds out. Uchinchi raund. Yana o'tyapti zarbalar. Atayin boshini pastga egishga harakat qilmoqda referi. Ogohlantiryapti. Bunday qilish kerak emas deya. To'g'ridan yo'llangan zarba ham o'tyapti. Kuchli emas, lekin sifat bilamiz songa aylanadi. Mana Qodirov nimaga tayyorlayapti? Chorlayapti sekin raqibni o'ziga. Chorlayapti-da, o'sha krosslarni amalga oshirmoqda. Endi tavakkal qilyapti, tushunarli. Buni bilib turibdi Mingboyev. Jigariga zarba. Va yana bir knockdown. 3 ta ketma-ket. Bir nuqtaga zarba yo'llashgan vaqt bo'ldi Mingboyev. Turyapti o'rnidan. Professional sport, professional boks. Jang davom etadi. Mana endi Mingboyevda yaxshi imkoniyat, chunki 3-raundga kelib baribir tog'liq ish bo'ladi. Tavakkal qilyapti Qodirov. Tashlayapti, tegib qolarmikan kross deya. Lekin chap qo'l yon taraflama zarba biroz og'di. Davom bo'ladimi? Va hisob ochilmoqda. Oq sochiq tashlandi. Tushunarli, bunday zarbalar yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Hakamlar, murabbiylar buni tushunishdi va oq sochiq tashlab yuborishdi. Chunki so'nggi o'sha chap qo'l yon taraflama zarba ko'rdingiz qanday kuch bilan, qanday daraja bilan o'tganligini.
Rasmiy e'lonni kutib qolamiz. И в этом поединке тоже зафиксирован TKO. Технический нокаут. Победу одержал Бикобот, Ташкентская область. Abosh Akobir Mingboyev. Akobir Mingboyev. Toshkent viloyati Bekobod shahri. Chiroyli g'alaba.